Assalomu alaykum, hurmatli non va non mahsulotlari kanalimiz a'zolari va mehmonlari. Biz hozir Toshkent viloyati Qibray tumaniga yaqin joydamiz. Ya'ni non va non mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonaga keldik. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor. Endi shu uskunalarimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qarang, Erkinjon, juda chiroyli qilib qo'yibdilar bu yerda. Kel, ichkarida, butkada mahsulotlar. Ya'ni shu panimol pechkadan chiqqan mahsulotlarni kelib qo'yishgan. Ya'ni bu yerda buxanka non, baton, qora nonlar, qora batonlar, buchkalar, ular turli xil assortiment. Menga ko'proq jalb qilgan narsa Erkinjon bir xil. Buxankaning ichkarida ham ko'rsatamiz. Buxanka non chiqishiga ahamiyat qilinglar. Hamma joyi to'yib. Asosiy mahsulotlar ana shu joyda muammo bo'ladi. Uskunalarda bir xil chiqara olmaydi. Xuddi kraskaga bo'yab qo'ygandek bir xil. Hamma joyi. Navbatdagi mahsulotni baton nonlarni qo'yishga harakat qilaman. Endi rasmiy shkafni ko'rsatamiz. Rasmiy shkaf mana sizning ishdan xohlasangiz akvarium bilan qilish mumkin. Ichkarida mana narsalar. Bu yerda ham klimatический kontrol, ya'ni issiq havo haydab beruvchi uskuna turibdi. Issiq havo haydab beruvchi uskunani necha kvadrat joyga kuchi yetadi deb savol bersangizlar, bemalol 10 metr kvadrat joyni bemalol bir tekisda chiqarib ochib berish uchun xizmat qila oladi. Keskin misharkamiz, panimol zavodimizda keskin misharkasi. Ikkita skorsi keskin misharka, bu ham shu adashmasam 3-ga qarab ketgan xizmat qilyapti. Ekonom rejimda bemalol ishlaydi-da, Bemalol ishlaydi. Ekonom rejimi bunga ko'p ichki yetargani yo'q. Bir oy ichida nechta qop ishlaysiz va bu qancha rasxod? Endi sekin-sekin mayda-mayda assortiment bo'lgan shu ishlab turibmiz. Bu pechkada agar buxanочный variant olib qaraydigan bo'lsa, men bitta narsani nima qildim, buxankali farmovoy nonlarimiz ham bor, oqnonlar 41 gradusda beraman. Ashbarki berganimdan keyin 22 minut, 23 minut gaz ishlatmasdan faqat o'zida ishlab turadi. Temperatura tushib ketmaydi. Sut turadi, sut turadi, rotatsiyasi ham полноценный. Mana ko'rasizmi, ashbarki holatini rezinkalar yordam bermaydi, pari ko'pligidan. Agar buni men yopadigan bo'lsam, vычkalar ingaladi. Vытяжkadan tashqaridan bo'layotgan holat hozir mana sekin qizarishni boshladi. Ochganimizda parni ko'rasiz. Основной pechkani преимуществоsi nimada? Ichidagi ashparkani ichidagi atmosferniy rejimni o'zida ushlab turishi. Chiqib ketmaydi. Ko'proq muhitda. Chiqib ketmaydi. Agar chiqib ketadigan bo'lsa, u buzib, chunki nonni rangiga, nonni pishishiga, korочкasiga juda qattiq ta'sir qiladi. Rahmat, o'sha Salomat bo'ling.